Her gibi şok obunachilar ko'pchilik to'liq nabuni so'rab turadi. Ya'ni bizlar 500 ming so'mdan olib turibmiz avval, 480 ming so'mdan aksiya qo'ygan vaqtida olib qoldik. Shuni yana 480 ming so'mdan qilib bering deganlar uchun, yana obunachilarimiz uchun 480 ming so'mdan, ya'ni 84 personli to'liq nabonimizni xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Obunachimiz ko'p saytda, ya'ni 480 ming so'mdan olardik, shuni ichida taksi puli bo'ladi. Yine obunachimiz keling, 480 ming so'mdan oling, sizlarga bonus taksi puli bo'ladi. 480 ming so'mdan 84 personli to'liq nabonni xarid qilib ketishingiz mumkin. Keyin bizlardan ko'pchilik obunachilarimiz 4-5 korobkani ochdik, aroq kasasi emas, faqat ishi ko'rib turan haykatasi bo'ldi. Gulsiz bo'lsin deb ko'pchilik chayxonachi obunachilarimiz bizlarni sog' bo'lsinlar. Ko'pchilik so'rab turadi, hamma postamizda ko'rsin, bizlarga gulsiz bo'lsin deb haykatani so'raganlar. Bemalol yana 5 korobka kelib xarid qilishingiz mumkin. 6 ming so'mdan qalinligini e'tibor bering. Bemalol uyingizdan ham ishlatishingiz mumkin. Ko'pchilik chayxonachilar so'ragan uchun ochib turibmiz 6 ming so'mdan. Undan keyin ko'pchilik bizdan salat istamiz so'rab turadi, kvadratni ko'rishingiz mumkin. Obunachilar bu ham gulsiz pechatlarına e'tibor bering, hammasi o'zining pechati bo'ladi. Vartang qo'rqmasdan kelib xarid qilishingiz mumkin. 14 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin bizning ro'yxatimizda suknista bo'lib kelgan, yana obunachilar suknistamizdan 14 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin to'liq chanliklarni yangilarni ko'pchilik obunachimiz so'radi. Haqiqatan obunachimiz uspet qilolmay qolgan edi. 5 korobka oldirdik. 5 ham ishining garoshi kelib chiroyli bo'lib chiqdi. Faqat boshqacha gul yo'q. 5 korobka ham ishining garoshi kelib, bemalol buni ham kelib 48 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'ring, chiroyligini oppoqqina garoshi kelib bo'ladi. Hozir aytilgan narxlar do'konimizga kelasiz, obunachiman deb shu narxda xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Boshqacha uy ro'zg'or buyumlari kerak bo'lsa, do'konimizga kelib, ko'rib, tekshirib, arzon narxda xarid qilishingiz mumkin.